Burunqi zamonda bir boy bo'lib, uning 2 o'g'li bor ekan. Bu balalar kichigidinla onasidan yetim qolgan bo'lg'ashqa, boy eg'irchilikni ularga bildirmay beqib cho'ng qipti. Kunlarning birida boy eg'ir kasal bo'lib, o'rin tutib yetib qoldi. Va balalarga vasiyat qilmoqchi bo'ldi. O'g'lim. Xo'sh, ota. Uyda suv tugab qopdi. Sen berib, ozroq suv olib kelsang bo'pti ekan. Ma'qul. Oldirma. Suv olib keladigan qapoq teshilib ketibdi. Shunga sen suvni sivat olib kelgin. Bu sevatda bir tomchi suv qolmabdi-ku. Bo'pti. Hech qis yo'q. Yana bir qaytib olay. Suv turmaydigan sevatgan-ku bu. Shundoq qilib suvni akilanmidim degan. O'g'lim, endi sen bu sevatda suv olib kirgin. Oy, soyup ketsen de. Ha. Bolalarım, mening kesilim bağansırı eğrilişip ketiyotidu. Özümge muayyan, ko'llarim uzun qolmadi. Bu olamga ketishdan burun sizlarga qoldiradigan bir vasiyatim bor. Sizlar har qanday ish qilgan chaqda aql ishlatishga mohir bo'linglar. Esinglarda bo'lsin. Kalla ishlatib sabab qilsanglar, sevatdimi suv to'xtaydi. Uzun o'tmay buvay olamdan o'tibdi. 2 o'g'il dadasining bu vasiyatini asti ching tutib, har qanday ish qilganda aql ishlatib, obdan kun kechiribdi.